40 yoshdan oshgan har bir ayol, agar u o'rtacha xavf guruhiga kirsa, muntazam mammografiya tekshiruvini o'tkazib turishi kerak. Ammo savol tug'iladi: kimlar o'rtacha xavf guruhiga kiradi? O'rtacha xavf guruhiga 40 yoshdan katta hamma ayollar kiradi. Agar sizning oilangizda ko'krak bezi saratoni holatlari kuzatilgan bo'lsa yoki gen mutatsiyalari aniqlangan bo'lsa, bu sizni yuqori xavf guruhiga kirgizadi. Bunday ayollar uchun tekshiruvlar 40 yoshdan oldin boshlanishi mumkin. Shuning uchun o'z xavf darajangiz haqida oilaviy shifokoringiz bilan maslahatlashish juda ham muhimdir. Ko'krak bezi saratoni xavfiga ta'sir qiluvchi omillarni ikki guruhga o'zgartirish mumkin va o'zgartirish mumkin bo'lmagan guruhlarga ajratsak bo'ladi. O'zgartirishning iloji yo'q omillarga oilaviy tarix va genetik moyillikni misol qilish mumkin. O'zgartirishning iloji bor omillardan biri esa bu semizlik, ya'ni ortiqcha vazn. Estrogen gormoni ortiqcha yog' to'qimalarida saqlanadi va bu gormonning ko'pligi ko'krak bezi hujayralarida saraton o'sishi jarayonini keltirib chiqaradi. Shuning uchun sog'lom vaznni saqlash, to'g'ri ovqatlanish va jismoniy faol bo'lish saraton xavfini kamaytiruvchi muhim omillardandir. Yana bir xavf omili spirtli ichimliklar. Ular ham organizmda estrogenga o'xshash ta'sir ko'rsatadi va saraton xavfini oshiradi. Shuning uchun ham spirtli ichimliklardan butunlay voz kechish sog'lom tanlovdir. Shuni ta'kidlash joizki, ko'krak bezi saratoni nafaqat ayollarda, balki erkaklarda ham uchrashi mumkin. Ko'krak bezidagi o'zgarishlarni erta aniqlash uchun esa o'zingizni oyma-oy tekshirib turishingiz juda ham muhimdir. Bu sizga o'z tanangizni yaxshiroq bilishga va har qanday o'zgarishlarni erta sezish imkonini beradi. Bu tekshiruv odatini 25 yoshdan boshlab o'rganish tavsiya qilinadi. Bu yoshda saraton ehtimoli past bo'lishi mumkin, lekin ko'krak bezining normal holatini bilib olsangiz, keyinchalik biror bir o'zgarish bo'lsa, uni darhol sezishingiz oson bo'ladi. Tekshiruvda quyidagilarga e'tibor bering. Ko'krak terisining rangidagi o'zgarishlar, quruqlik, yallig'lanish yoki shishish bo'lishi, sut bezidan suyuqlik ajralishi, tuguncha yoki zichlashgan qattiqroq joylar paydo bo'lishi. Ko'krak bezi saratoni erta aniqlansa, davolash mumkin bo'lgan kasallikdir. O'z sog'lig'ingizni e'tiborsiz qoldirmang va profilaktik tekshiruvlarni odatga aylantiring. Siz bilan CU Med 36 jamoasi bo'ldi.